Assalomu alaykum. Mana navbatdagi obyektimizda ko'rishlaring mumkin. 150 metrga shunaqa burchakani qilib turib, ikkala tomoniga asfalt qilib berganmiz. 2 metr burchakamiz eni esa 30 metr. Bu yog'i общий hisobda 158 metrlik joyda qilganmiz. Endi xonadon, ya'ni shu ko'chani qildirgan akalarimizdan ozmoz fikrlarini bila olamiz. Aka, asfaltimiz qalay chiqdi? Asfalt xudo xolasa yaxshi chiqdi, bizga yoqdi. Kutganimizdan ham yaxshi, xudo xolasa. Burchaklarni ham chiroyli qilib akalar bosib berdi. Endi biz sizga iminni 3 ta taklif berdik. O'zbekiston, Turkmaniston, Rossiya. Nimaga iminni Rossiya tanladingiz aka? Rossiya bitimni yaxshi deyishadi, shuni maqsadda yaxshi deb bo'lsin deb chiroyli chiqsin degan maqsadda. Ya'ni turishi uzoq turadi. Ha, shu sifatda asosiysi bizga. Sifat. Endi mayinliklari qanaqa ekan aka asfaltda? Mayinligi narsa yaxshi-ku. Siz o'ylagandek chiqdi? Go'zal xudo xolasa. Mana hozir bosishyapti. Bu yerda bitta qoldi, bu yerni chiroyli qilib bosdik xudo xolasa. Bemalol murojaat qilsa chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bemalol. Filmo qilishaversin. Max neydi? Mix asfalt. Mix asfalt. Sizga ham katta rahmat aka. Charchamanglar, sog' bo'linglar.